Nahot shunday tashlandiq joyda yolg'iz ayol 5 yoshlik, 3 yoshlik, hatto 4 oylik farzandi bilan yolg'iz bir o'zi yashasa-ya. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Qo'limdagi turgan chaqaloq yigitchamiz Muhammad Yusuf bo'ladi. Mana sizlarga tanishtiryapman. Juda ham shirin farzandimiz, Alloh rozi bo'lsin. Umrini, rizqini bersin Xudoyim. Alloh yor, Soliha bonu. Azizlar, mana shu farzandlarimiz mana opamiz yonida turibdi. 4 oy muqaddam otalar vafot etib, mana shu qarovsiz uyda, tashlandiq uyda, mana atrofda yigitlarimiz ham ko'rsatishadi kamerada. Mana shu ovloq joyda, tashlandiq uyda boquvchisiz mana shu joyda qolib, Allohning taqdiriga, Alloh bergan rizqqa rozi bo'lib yashashyapti. Azizlar, to'g'risi biz bu joyga o'rgangan kelganimizda yuragimiz achishdiki, masalan, qaysi ma'noda? Hozirgi zamonda odamlari deyarli 80-90% odam bu joyda yashamagan bo'ladi. Shunaqangi tashlandiq ovloq joy. Azizlar, to'g'risi bu oilani o'rgangan kelganimizda qarang, mana bir-biridan shirin farzandlar otasiz qolyapti. Bu otasiz qolyapti degani bu butun musulmonlarga, butun bizni zimmamizga bularni demak qaramog'i tushyapti degan ma'noda azizlar. Xudo hammalaringizdan rozi bo'lsin. Yangi loyiha boshlayapmiz. Xudo xolasa mana shu farzandlarimizga yerimiz tayyor. Uy qurib bermoqchimiz. Bu murojaatimizni be'tibor qoldirmang. Bu oila bo'lib ham erkaksiz, oila boshlig'i siz bunaqangi tashlandiq joyda, ovloq joyda qolib ketishmasin. Shahar joydan, odamlar ko'p joydan, markaz joydan inshaalloh yer oldik. Mana shu joyga uy boshlayapmiz. Plastiklarimiz o'sha azizlar, telefon raqamlarimiz o'sha. Be'tibor qoldirmang. Mana shu oilaga bitta chiroyli uy qurib beraylik. Ramazon oyida qilingan sadoqatlar, saxovatlar inshaalloh Alloh taolo ajrini beradi, mukofotini beradi. Bu dunyoda ham ko'rasiz, xudo xolasa. Berayotgan ihsoningizni, xayriyatingizni, ajrini, savobini, natijasini, samarasini inshaalloh bu dunyoda ham ko'rasiz. Azizlar, biz yangi loyiha boshlayapmiz. Be'tibor bo'lmaysiz degan umiddamiz. Hech bo'lmaganda mana shu videoni yaqiningizga, do'stingizga, oila a'zolaringizga tashlab qo'ying. Qotil insonlarga jo'natib qo'ying. Xudo xolasa yig'in boshladik. Mana shu uyni qurishni boshlaymiz yaqin orada. Bizni karvonimizga qo'shiling. Inshaalloh mana shu yangi loyihamizda ham biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Qarang farzandi shirinligini. Alloh yor, assalomu alaykum. So'rashib qo'ying. Yaxshimisiz? Soliha bonu, Xudo rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.